Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 25-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.067 so'm 60 tiyin bo'lib, 15 so'm 27 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.239 so'm 77 tiyin bo'lib, 26 so'm 46 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 71 tiyin bo'lib, o'zgarishsiz qoldi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 52 tiyin bo'lib, 11 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 95 tiyin bo'lib, 17 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.